Salom qizlarjonlar, sizlar bilan bugun smoladan shaxmat yasashni o'rganamiz. Ikkita massani solib, yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin xohlasa ichiga rang qo'shsanglar bo'ladi. Sizlar xohlasanglar tosh, xohlasanglar menga o'xshagan bunaqa patal solsanglar bo'ladi. Patalni butunligicha solganingizdan keyin qancha ko'p aralashtirsanglar, shuncha ko'p maydalanaveradi. Men tegi qora joylarini boya quyib olgan edim. Hozir mana ustini sizlar bilan birga quyib, sizlarga ham ko'rsatib, obzor qilib beryapman. Endi xudo xolisi bu ertaga qotardi. Sal ko'proq vaqt kerak bo'ladi qotishiga. Ertaga xudo xolisi qotgan holatini ham sizlar bilan obzor qilib ko'ramiz. Sizlarga ham ko'rsataman. O'zimga ham rosa yoqyapti.